Maktabda 5 ga o'qidi degani bo'ldi, buni kelajagi zo'r degani emas. Hayot nechiga o'qigan bu bola, 5 gami, 4 gami deb savol berib o'tirmaydi. Yoki bo'lmasa 5 ga o'qigan bo'lsa, banvarni kaliti mana deb berib qo'ymaydi. Hayotda a'lochi emas, xarakteri bor odam yutadi. Hayot sendan so'raydi: mas'uliyatni ko'tara olasanmi? Og'riqlarga chiday olasanmi? O'zingga ishonasanmi? O'zingni ustingda ishlashga kuching bormi deydi. Qanchadan qancha aqlli, talantli odamlar maktab, universitet, institutlarni zo'r bahoga bitirgan, kopeykaga ishlab yuribdi. Yana hayotidan norozi. Hayot faqat harakat qilgan odamga beradi yutuqlarni. Ko'pincha ahamiyat bergan misol ikkisilar katta yutuqlarga erishadi. Chunki ular bo'ysunmaydi-da. Hech kimga bo'ysunmas ular. Kimdir qo'lida ishlashni xohlashmaydi. Ular risk tanlaydi, bahona emas. Ular harakat tanlaydi, diplom emas. Ularda shunaqa jo'ski, qattiq xarakter bor, qilaman degan ishini обязательно qiladi. Maqsad qo'yib amalga oshiradi. Maktab formalar, tarix, qoidalarni o'rgatadi. Maktab senga boy bo'lish, millioner bo'lish, pulni aylantirish, odamlarni boshqarishni hayotda o'rgatmaydi. Risk qilishni hayotda o'rgatmaydi. Sinfda jim o'tirgan odobli bola ham 5 olishi mumkin, lekin hayotda gapiradigan, harakat qiladigan, tavakkal, risk qiladigan odam yutadi. Shuni esinglar.